Bu darsimizda fleshkamiz yoki kompyuterimizdagi ma'lumotlarni tiklashni ko'rib chiqamiz. Eslayingda tutinglar, to'liq ma'lumotlar tiklab berilmaydi, ya'ni tiklab bo'lmaydi. Bu narsani faqatgina o'zini ustalari qila oladi. Sizlar lekin qisman tiklashlaring mumkin. Bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Undan oldin biz kirib fleshkadagi ma'lumotlarimizni o'chirib qo'yamiz. Dasturga kiramiz. Keyingisiga o'tamiz. Hamma fayl tiklash qilamiz. Bu tomondan tanlab olamiz. Qaysini tiklashimiz kerak, ya'ni qayerlarni tiklashimiz kerak tanlab olamiz. Keyingisi qilamiz. Bo'ldi. Ko'rgan bo'lsalaring, ikkita vokani ko'rsatib beryapti o'ziga. Buni belgilaymiz. Buni belgilab, bu stolga qo'yib OK qilamiz. Va OK. Mana ikkita narsamizni faqatgina tiklab berdi. Ko'rgan bo'lsalaring, hammasini tiklamadi. Ozginasini tikladi. Sizlar ham xuddi shunday qilib qisman bo'lsa ham tiklab olsalaring bo'ladi.